Turmushga chiqqansizmi? Yo'q, chiqmaganman. Yo'q, sevgi emasman. To'g'ri aytingda o'shani qizmisiz demasdan. Qiz bolamasman. 11-sinfligimda ochilganman. Yotmaganman lekin. Yo'q, anaqa yosh bo'lganman-da, yotganman. Bitta bola bilan rosa sevishardik, seksualniy bola edi. Telefonda menga Telegramdan o'shanda birinchi planshet ishlatganman 10-sinfligimda. Tog'am tug'ilgan kunim sovg'a qiluvdi-da. Keyin rosa bitta bola bilan sevishganman-da, u Toshkentlikda. Qatdan tanishganman. Anaqada Telegramda tungi chat deb yozsanglar har xil gruppalar chiqadi-ku. O'shanda keyin 1-2 marta chatga kirganman-da, bitta bola rosa sevgisi qilgan. Yosh bespanetka bo'lganmanmi? Sevib qopti ekan deb 7-osmondagi uchun. Rosa gaplashib Telegramda yozishganmiz-da. Keyin anaqa tursiyda tushgan rasmlaringdan tashlab aytaverardi-ku bola. Bir kun ko'rishganmiz, mashinada kelganda. Anaqaga borgan, mashinada kelib maktabdan chiqqanman, birpas o'tiramiz deganda. Keyin ketganmiz mashinada bir joyga olib borgan dalaga. O'shda o'tirib keyin o'zi teginib ketganda. Keyin o'shda qilib ochib qo'ygan. Rosa yig'laganman kelib, uyga kelib. Keyin shu bo'yi yo'qolib ketgan, yozmagan ham, umuman telegramlardan bloklab yo'qolib ketgan. Men tutuga o'xshab qolaverganman. Tushunmaganman, u paytda to'g'risi rosa bespanetka qiz bo'lganman. Hozir ham shunaqa bor. Mazamiz ekanini beraman. Mazamas, lekin bu payt kichkina bo'lganmizmi? Tushunmasdan rosa qiynalganman. Keyin birinchi kursni bitirganimdan keyin sekin anglab yetishni boshlaganman. Teshi ham hammaga kerak ekan deb. Onlayn qilamizmi? 91-018-90-02. Jonim, karta ber deb yozsalar, atvet beraman. Nega hech kim pul tashlamayapti menga? Hech kim turmayaptimi? Karta nomer bering. 91-018-90-02 qizmisiz deydi. Nima deydi? Kamda-yu, o'tirib yechinganimga marzimaydi-ku. O'zimga pul tashsa keyin turaman, ishtanim yechiman, men buni yechishim kerak, buni 4 ta tugmasi bor, uni yechishim kerak. Bir kuni bilib bittasi tashladi. 80 mingmi? Koreyada ekanda, kam tasholmayman, ko'proq tashlayveraman dedi. Eslab qolarsiz deb yozdi. Bo'pti desam 80 ming tashlayverdi. Keyin hovlida ish qilib yuruvdim yozdi-da. Keyin bo'pti dedim. 15 minut 20 minutda tashlayman debdi. Keyin ancha keyin tashladi. Hovlida yuruvdim, qarasam pul tushibdi-da. Keyin tushdi dedi. Telefon qilasizmi deb yozdi. Hozir dedim-da. Hammomga kirdim. Keyin xonamga kirib endi kechirib olsam ko'chaga chiqib ketuvdim. Kechroq gaplashaylik baydaman deb yozardi. Dedim. Abed payti. Xarajat yo'q. Kredit to'layman, oyiga 2 million. Qolgani kontraktga ketadi. Keyingi yil o'qisam shu bilan tugaydi. Menimcha boshqa efir qilmasam kerak. Keyin kattaroq joyga ishga harakat qilyapman, o'xshab qolsa ko'tarilib ketaman mana. Amin yo'qotdim, amin yertilib ketadi. Qizmisan deb so'radim, sevgamisan deb.